Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugungi videoda men sizlarga qanaqa qilib noldan vес olishni o'rgataman. Birinchi bo'lib o'zimni tariximni aytib o'tib ketsam, qanaqa qilib 2 yil ichida naq 20 kilo mushak massasini yig'ishga erishganimni. 2023-yillari men futbol bilan shug'ullanib yurgan paytim 50 kilo bo'lganman. Vес yig'ishim juda ham qiyin bo'lgan. Nimadan? Chunki noto'g'ri ovqatlanardim. Uy ovqatini yerdim, bo'ldi. Unaqa kaloriyani hisoblab, oqsil, uglevod, umuman u narsani tushunmasdim o paytlari. Futbol bilan shug'ullanganim uchun, futbol bilasizlar, ko'p harakat, ko'p yugurish, ko'p kaloriya yoqiladi. Vес olish ham почти ilojsiz bo'lgan. To'g'risini aytsam, unaqa vес olishga ham unaqa seryozni harakat qilmaganman. Shu bilan shu 50 kilo, maksimum 55 ga chiqqanman, shu atrofda yurardim. Lekin yana ozg'inadim, baribir futbolda ham qiynalardim. Xo'p, keyin mana 2024-yil boshidan fitnessga qiziqishni boshladim. Уже bo'ldi. O'sha massasini yig'ib chiroyli forma qilmasam bo'lmaydi dedim. Keyin zalga chiqishni boshladim. Zalga qiziqishim oshib ketdi. Yoqdi menga bu narsa. Shu bilan bitta boshladim. To'g'risini aytsam, umuman qoldirmadim, tashlamadim. Sekin-sekin уже nima deydi, protsessda, shu jarayonda savollarimga javob topishga harakat qildim. Borgan sari ovqatlanish bo'yicha, trenirovkalar bo'yicha savollarimga javob topib, qanaqa kaloriyani hisoblash, oqsil, uglevod, yog' qancha yeyish kerak, qancha kaloriya yeyish kerak, qanaqa vес yig'ish kerak. Hozirda vesim 68 kilo. Xo'p, to'g'risini aytsam, bu yo'l oson bo'lmadi. O'sha ovqatlanish, trenirovkani qancha vaqt, qanaqa mashqlarni qilish kerakligini to'g'risi bilmasdim boshida, lekin baribir qilardim. Harakat qilib, topib, yo bo'lmasa so'rab, trenirovkani 2,5 soat, 3 soat, даже 3 soatdan ham ko'p qilardim. 4 soatlar ham bo'lib ketardi. U narsa noto'g'riligini tushunib yetdim, chunki qanchalik ko'p trenirovka qilsangiz, shunchalik ko'p kaloriya yoqasiz. O'zi siz vес olmoqchisiz, lekin kaloriyani ko'p yoqib tashlaysiz. Profitsitda bo'lsangiz, bu profitsit nima degani? Masalan, kuniga 2000 kaloriya yo'qotsangiz, siz 2,5 kaloriya yesangiz, 500 kaloriya plusda bo'lasiz. Shuni yig'ilmasi siz shundagina vес olishingiz mumkin bo'ladi. Bitta narsani tushunib olishingiz kerak. Mushaklar o'sish uchun vес yig'ishingiz uchun, ya'ni просто vес yig'ish emas, просто vес yig'ish qiyin emas. Yog'li narsalarni yeb, trenirovka qilmasdan ham просто qorningizni chiqarib kattaroq bo'lib vес yig'ursiz bo'ladi. Mushak massasini yig'ish deyiladi bu. Mushak bilan mushakni o'stirish, shuni hisobiga kattaroq bo'lish. Mushaklarni o'sishi uchun oqsil yetarlicha yeyishingiz kerak. Keyin uglevodlarni ko'paytirsangiz, uglevodlar bu energiya beradi sizga tez vес beradigan shu uglevodlar hisoblanadi. Uglevodlar nima? Guruch, grechka, makaron. Xo'p, keyin to'g'ri ovqatlanishni boshladim. Shularni ko'p yeyishni boshladim. Kuniga 200 gram, 300 gram, даже 400, 500 gacha ham borardi, yarim kilogacha. Tasavvur qilinglar. Qaynatganlardan keyin tasavvur qilinglar, 500 gram почти 1 kilogacha ham bo'lib ketadi, chunki bu suv bilan qaynatganingizdan keyin, u pishgandan keyin taxminan 200-300 gram, ya'ni 3 baravar katta bo'lib ketadi, ko'p bo'lib ketadi. Shuni hisobiga, даже shunaqa kunlar ham bo'lgan, 400-500 gram ham kuniga yeganman. Majburlab yerdim. Keyin 4 ta, 5 ta, даже kuniga 10 tagacha men borgan tuxum yerdim, qaynatilgan. Uni ham yeyish juda ham qiyin. Masalan, majburlab tiqib, suv bilan ichib olib. Fakt shundaki, men shu narsani qilganman. Bo'ldi. Shu qilganligim uchun Xudoga shukr, natija ham bo'ldi. Taxminan 5 oylarda 10 kilocha mushak massasini yig'ishga erishdim. Mana shu qilgan ishlarim uchun, mana shu yegan narsalarim uchun. Guruch, grechka, makaron shularni ko'paytirib yeganligim uchun tovuq ham yerdim. Tovuq bu oqsil, mushaklarni o'sish uchun. Protein ham ichardim. Endi protein bu oddiy oqsil, uni tuxumdan ham, tovuqdan ham, tvorogdan ham har xil mahsulotlardan olsangiz bo'ladi. Buni olganim sababi tvorog endi sal qimmatroq. Undan ko'ra bitta protein olib qo'yganim yaxshiroq deb o'yladim. Tovuq olardim, tovug'im postoyanli bo'lardi. Tuxum postoyanli bo'lardi. Shu tuxum bilan tovuq edi, ko'pincha shu oqsilga boy bo'ldi shu. Tuxum bilan tovuq bu yoqda uglevodlar o'sha aytganimdek guruch, grechka, makaron. Protein bilan bir porsiyasida 25 yo 30 gram oqsil olaman. Tvorog sotib olib, palon pulga boshqa oqsilga boy narsani sotib olgandan ko'ra, o'sha protein menga qulay edi. Uni solaman, suv solaman, chayqatib ichaman bo'ldi. Shu oqsilni olaman baribir.
Kunlik normamni yopsam bo'ldi deydi maqsad. Shunda mushaklar ham o'sadi. Birinchisi, mushak massasi o'zi nima va u qanaqa qilib o'sadi. Birinchisi, mushaklaringizga yetarlicha nagruzka bersangiz, ikkinchisi, yetarlicha ozuqalantirsangiz mushaklaringizni oqsil bilan, uglevod bilan, yog'lar bilan, to'g'ri yog'lar bilan va uchinchisi, yetarlicha восстановлениеga, ya'ni dam olishga vaqt bersangizgina mushaklaringiz o'sadi. Xo'p, agarda mana shu uchalasidan bittasi bo'lmasa, mushaklaringiz o'smaydi. Xo'p, bitta narsani tushunib olinglar yana, eng asosiysi, mushaklar trenirovka qilayotganda o'smaydi. Mushaklar dam olayotganda, uni oziqlantirayotganda o'sadi. Trenirovka qilayotganingizda naborot mushaklaringiz mikro travma, ya'ni mikro yirtilishda bo'ladi. Shuni hisobiga keyin shu to'g'ri ovqat berib, to'g'ri dam olsangiz, ular tiklanib, sekin-sekin kattayib, shunaqa tarzda mushaklar o'sadi. Xo'p, ikkinchisi, endi boshlayotganlar haftasiga necha marta trenirovka qilish kerak? Haftasiga 3-4 marta qilsanglar yetadi. Undan ko'p bo'lib ketish kerak emas. Endi boshlayotganlar haftasiga 6 marta trenirovka qilishi bu juda ham katta xato. Bunaqa qilish kerak emas. Bunaqa qilsanglar, sizlarning o'sishingiz naborot orqaga qarab ketadi, vobshe sekinlashib ketadi yoki umuman bo'lmaydi o'sishingiz. 3 marta yoki 4 marta eng ko'pida. Qanaqa mashqlar qilish kerak desanglar, bazaviy mashqlarni qilish kerak. Bunga qanaqa mashqlar kiradi desanglar, приседание, jim lyoja, yotgan holda jim, становая tyaga, oyoq orqa qismiga, tyagalar, ya'ni tortishlar, belga. Nimaga bu mashqlar desanglar, bu mashqlar chunki ko'p mushaklarni ishlatadi va shuni hisobiga tezroq o'sish bo'ladi. Va uchinchisi, nechta podxod va nechta qaytarishlar bilan ishlash kerak. 3-4 podxod 6 tadan 12 tagacha bo'lgan diapazonda ishlaysizlar. Ves shunaqa bo'lishi kerak. Oxirgi qaytarishlaringiz, masalan, 10 ta qilayotgan bo'lsangiz, o'sha 7-chisidan uyog'i, 8-chisi, 9-chisi, 10-chisi qiyinroq bo'lishi kerak, qiynalib qilishingiz kerak. Do отказа deyiladi, ya'ni откazgacha o'sha qilolmaydigan darajangizga kelish kerak. Lekin bu joyda ham texnika buzilish kerak emas. Texnikani saqlab qo'ygan holda to'g'ri qilish kerak. O'sha zo'r ves bo'ladi va mushaklaringiz ham yaxshi nagruzka oladi va tezroq o'sishiga yordam beradi. Uchinchisi bu ovqatlanish, bu 60% muvaffaqiyat hisoblanadi. Birinchisi kaloriya profitsiti. Profitsit, defitsit degani bor. Profitsit bu plus, defitsit bu minus. Profitsit, masalan, kuniga 1000 kaloriya ketkazyapsiz va 1500 kaloriya yeyapsiz. Shunda siz 500 kaloriya profitsitda bo'lasiz. Shu profitsit orqali siz ves olishingiz mumkin bo'ladi. O'zimnikini hisoblab chiqdim. BMR degan bitta formula bor. Shu bo'yicha hisoblab o'zingizlarni kunlik qancha kaloriya ketkazishingizni hisoblab chiqsanglar bo'ladi. Hop, men hisoblaganimda 2600 kaloriya chiqdi taxminan. O'sha nafas olishim, yurishim, turishim, shular bilan kunlik harakatim shunaqa 2600 kaloriya ketkazar ekanman. 400 kaloriya qo'shdim, ya'ni 3000 kaloriya yeyapman. Mana bugun ham 3000 kaloriya yedim. Shuni hisobiga, shuni yig'ilmasi, buni 1 oy, 2 oy, 3 oy davomida qilsam ves olaman. Keyingisi BJU, ya'ni oqsil, yog' va uglevodlar. Xo'p, hozir men sizlarga aytganimdek BMR degan formulani tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni qanaqa qilib hisoblashni o'rgatib qo'yaman. Mana formulasi mana bunaqa bo'ladi. 10 kara vesila necha kilosizlar? Shu kiloda yozasizlar. Plus 625 umnоженное rost bo'yingizga santimetrda yozasiz. Minus 5 kara yoshingiz plus 5. Shunda sizga bitta raqam chiqib keladi. U raqamni kunlik harakatingizni koeffitsiyentiga ko'paytirasiz. Ya'ni kunlik harakatingiz koeffitsiyentda bo'ladi. O'shanga ko'paytirasiz. Shunda kunlik taxminan sarflaydigan kaloriyangizni bilib olsangiz bo'ladi va shunga 300 dan 500 gacha qo'shasiz ves olmoqchi bo'lsangiz yoki-da 300 dan 500 gacha ayirib tashlaysiz ves tashlamoqchi bo'lsangiz. To'rtinchisi bu uyqu va dam olish. Ya'ni uyqu va восстановление. Ko'pchilik endi boshlayotgan bu narsani e'tibordan chetda qoldirishadi. Yetarlicha uyquni bir sutkada yetarlicha uxlash kerak. Bu 7 soatdan 9 soatgacha bo'ladi. Shundagina mushaklaringiz o'sadi. Bo'lmasa bu narsani qilmasangiz mushaklaringiz o'smaydi. Mushaklar o'zi 24 soatdan 72 soatgacha восстановление bo'ladi, dam oladi. Ya'ni o'z holiga qaytadi. Mushaklaringiz faqat og'rib yurursa, значит siz yaxshi dam olmagansiz. Shu yaxshi dam olmaganingizdan darolik bo'ladi. To'g'ri dam oling, 7 soatdan 9 soatgacha uxlang. Xo'p, 5-inchisi veslarni to'g'ri oshirib borish. Nima, agar siz 2-3 oy davomida bir xil veslar bilan ishlab yursangiz, tabiiyki sizni mushaklaringiz o'smaydi. Mushagingizni o'rgatib qo'ygansiz, qiynamasdan bir xil vesda ishlab yuribsiz 2-3 oydan beri. Bunaqa qilish xato. To'g'ri vesni sekin-sekin oshirib borish kerak. Har hafta masalan 0,5 kilodan yoki 1 kilodan yoki
2 kilodan oshib borish kerak. Xo'p, bitta narsani tushunib oling. Mushaklar o'sish uchun vesi ham, ya'ni shu ishlayotgan og'irligingizni ham sekin-sekin oshirib borishingiz kerak bo'ladi. Qaytarishlar soningizni oshirasiz va texnikangizni mukammalroq qilishga harakat qilasiz. Shundagina muskullaringiz, mushaklaringiz sekin-sekin o'sishni boshlaydi. Xo'p, birinchisi bu kunlik yeyish kerak bo'lgan normadan вообще kam yeydi. Yetarlicha normaga yetkiza olmasdan kam yeb qo'yadi. Zalga chiqib, nima qilsam ekan deb o'ylanib, xohlagan mashqlarni qilib ketaverish. Uchinchisi bu noto'g'ri texnika bilan ishlash. Ko'p holatlarda ko'rsak bo'ladi. Nimaga? Chunki bilmaydi. Bitta odam bilan ishlash kerak, trener bilan ishlash kerak. U ko'rsatib, o'zi kontrol qilib tursa, shundagina sekin-sekin o'rganib ketsa bo'ladi. Va oxirgisi bu o'zini boshqalar bilan solishtirish va tez natijani kutish. Mushakni o'stirish bu bir haftada yo bir oyda tez bo'lib qoladigan narsa emas. Bu sistemli ish bu. Bu ham ish. Siz shu bilan shug'ullanishingiz kerak, shunga qiziqishingiz kerak, kirishingiz kerak, o'rganishingiz kerak. Keyin shundagina natija bo'lishi mumkin. Menda ham bu narsa tez bo'lib qolmagan. 2 yil vaqtimni oldi, lekin mana shu oxirgi 1 yilda 10 kilodan oshiq, taxminan 15 kilogacha yig'dim. Endi 2 yil deganim bu 2023. Endi 2024-yil noyabrda boshlagan ekanman. Mana o'sha 1 yildan o'tdi, 1 yil 1 oy, 1 yil 2 oycha bo'lib qoldi. Shu vaqt ichida, 1 yilda deymiz, 15 kilogacha mushak massasini yig'ishga erishimman. Shu sohaga, shu temaga qiziqib, kirishib, shu 1 yil davomida uni qilib ko'rib, buni qilib ko'rib, xato qilib mana shu natijaga keldim, Xudoga shukr. 1 yilda 15 kilo mushak massasini yig'a oldim. Xo'p, va 7-oxiriga keladigan bo'lsak, natija qachon va qanchadan keyin ko'rinishni boshlaydi. 1 oydan keyin sizni kuchingiz sal ko'payganga o'xshaydi, shuni sezasiz. 2-3 oydan keyin uje birinchi oynadagi tashqi ko'rinishdagi ko'rinish sal o'zgargan bo'ladi. Va 6 oydan 12 oygacha, ya'ni yarim yildan 1 yilgacha uje mushak massangiz ancha-muncha oshgan bo'ladi. Endi boshlaganingizga qaraganda. Menda ham 20 kilo mushak massasini yig'ish oson bo'lmagan, tez bo'lmagan, eng asosiysi. 2 yil vaqtim ketdi bu narsaga. Просто tak tez bo'lib qolmadi. Sistemli ish bilan, ya'ni planlik, sistemli ish bilan va mehnat bilan bo'ldi bu narsa, Xudoga shukr. Xulosa qiladigan bo'lsak, agar xo'p, bir kunda o'sha ketkazayotgan kaloriyangizdan, ketkazayotgan energiyangizdan ko'proq yeyishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni plyusda bo'lishingiz kerak, profitsitda bo'lishingiz kerak. Ikkinchisi, juda ham ko'p trenirovka qilib olmasligingiz kerak. Uzog'i trenirovkangiz 1 soatdan 1,5 soatgacha davom etishi kerak va asosan bazaviy mashqlarni qilishingiz kerak. Bu приседание, жим лежа, становая тяга va shu tagalar. Bel uchun tortishlar. Tortish, xullas bazaviy mashqlar. Xo'p, o'rtoqlar, mana shu hamma aytganlarimni xudo xolasa qilsanglar, hammasi natija bo'ladi. Agarda sizlar 2 oy davomida men bilan birgalikda ishlab, shu tezroq natija qilmoqchi bo'lsanglar, chiroyli fikr chiqarmoqchi bo'lsanglar, menga Telegramdan kuch degan so'z yozib qoldiringlar. Pastda silkalarni qoldiraman, Telegram, Instagram farqi yo'q. Qayerdan bo'lsa ham yozinglar. Men sizlarga aloqaga chiqaman, xudo xolasa gaplashamiz. 2 oylik onlayn kursim videoni opsiyaniyasida ham polni o'qib chiqsanglar bo'ladi. Kursda nimalar bo'ladi, qanaqa natijalarga erishsanglar bo'ladi. Xudo xolasa o'zimni kursimga ishonaman. Xudo xolasa natija bo'ladi albatta. U yog'i sizga ham bog'liq. Shu hamma aytganlarimni qilsangiz, xudo xolasa 2 oy ichida bemalol natija qilsangiz bo'ladi, chunki boshqa shogirdlarim ham qilishgan. Mana bittasi masalan 50 kunda 2 kilo mushak massasini yig'gan. Bu 2 kilo ham juda ham yaxshi natija. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldingi holati, keyingi holati, o'sha presslari ham, grutlari ham yaxshi chiqib, ajralib, zo'r figura qilib oldi. Onlayn shogird shu darslarni ko'rib, ovqatlarni ko'rib, hammasini qilgan, yaxshilab, mana natijaga erishdi. Siz ham buni bemalol qaytara olasiz, bundan ham zo'r qila olasiz. Shuning uchun tezroq menga kuch degan so'z yozib qoldiring. Men sizga to'liq ma'lumot beraman. Opsiyaniyadan o'qib chiqsangiz bo'ladi. Kursda nimalar bo'lishini, xudo xolasa 2 oy davomida birgalikda ishlab natija qilamiz. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Instagramga, Telegram kanallarimga obuna bo'lib qo'yinglar. Pastda silka qoldiraman. Bundan ham foydali videolar hali oldinda. Hammaga rahmat.